mana shunaqa mana 2 sotiklik uy so'raganlarga chiroyli holatda uyimizga kirishimizga ho'l. Bemalol bitta mashina turib, oldida yana joy qilib o'tirsa bo'ladigan holat. Kirishimizga общий sanuzel hammomlarni qilib qo'yganlar. Ko'rib turibsizlar, двухконтурный kotellar o'rnatib, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Keyin oshxonamiz. Oshxonaning ham holati ideal, shuni rasxoti yo'q. Bemalol ular yashasa bo'ladi kelib bitta odam. Burchatkani ham chiroylisini bosilgan, bundan tashqari akvaplast qo'yilgan ekan, akva qo'yilmagan. Akvaplastda o'sha hozirgi dizaynda ranglari, aynalarni diodli do'yno qilingan. Holati tuzuk, travertin qilingan devorlarimiz. Ichkarini o'zi analizini qo'yamiz. Tepada mansardi bilan общий 2 sotikga 7 xona tushgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Chiroyli, ixsan bitta oila maza qilib, bitta oilaga yetib ortib qoladi. Ikkita oila yashasa ham bo'ladigan sharoit qilib qo'yilgan. Ichkarida ham sanuzellar, ham yo'spanlilar ichida, mehmonxonasi ham ichida ekan. Pastki raqamga telefon qilasanlar 58 ming deyapmiz. Lokatsiyamiz Marg'ilonda va Atstroyda. Marg'ilon tomonidan va Atstroyga kelganlaringda Kaneska bor. Kaneskaga chapga urilsalar ham bu to'g'risida ko'chaning ichida. Telefon qilaverasizlar, kelib bolalar ko'rsatadi. Maklerskiy xizmat klientdan olmaymiz, oluvchiga bepul xizmat ko'rsatamiz. Pastki raqamlar barakaga. 58 mingga mana shunaqa chiroyli 2 sotik so'ragan do'stingiz bo'lsa, jo'natib podpiska tashlab qo'yasiz.